text forum box bo'lsa, boshqa fayl ochib olamiz yana. Xo'p. Jadvallar, listlar haqida gaplashamiz bugun. Siz bilan. Bitta fayl yaratib olamiz, masalan index.html. CSS'dagi style.css. Endi shift undo bilan qilardik dedik, esingizda bo'lsa. Asosiy koddan chiqadi. Yopib olaman, mana ustiga bossam yopib beradi. Okay. Keyin CSS da mana CSS ulab olishim kerak. Link degan. Link orqali ./css. Kommentga olish Ctrl slash. Ctrl plus bunaqa slash degan tugma bor. Ikkalasini birga bossangiz, mana shunaqa komment paydo bo'ladi o'zi. Ya'ni Ctrl slash deb bossangiz kommentdan chiqaradi. Shuni bilib oling, xo'p. CSS ulanishi. Hozirgina ulanishni qilib qo'ydik va bizda loyihani ochib oladigan bo'lsak, maytdan go live bor. Go live. Okay, yaxshi. Endi nima qilamiz? Bu yerda bizda list elementlar bor. List elementlar o'zi ikki xil bo'ladi. Ya'ni UL degan turi bor. Mana aytdim sizga ko'rsatadigan bo'lsam. UL aytganmi? Nimaligini aytganmi o'zi? Vazifasi nimaligini? UL bilan OL nimaligini bilasizmi? Ikkalasi ham yozilganda ishlatiladi. Ikkalasi ham ishlatiladi. U umuman farqi nimaga? Ya, u katta kichik aloqasi yo'q. Ikkalasini farqi bor. Mana masalan, bitta oddiy misol. Wordda kirganingizni ko'rsataman, Wordda o'z tushunib olasiz. Qarang, masalan, mana Wordni ochaman-da. Instagram Reels'lar kecha bir o'zim sanzat qilgan edik. Qarang. Kerakmas. Qarang, masalan, men ro'yxat yozaman, to'g'rimi? Mana mening ro'yxatimda. To'g'rimi? Okay. Ro'yxatni olgan paytingizda mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz kerak Wordda. Bunaqa narsasi bor. Nuqtacha qilsa nuqcha bo'ladi. Son qo'yadi. Son bo'lsa son bo'ladi. Sonli ham bor. Tushundingizmi? Endi tushunib oldingiz-ku menimcha. Endi shunaqa ma'no kelib chiqadiki, bizda UL degani o'zi ingliz tilida unordered list deyiladi. Ya'ni matematikada ham bor. Tartibli, tartibsiz degan narsa bor. Tartibli va tartibsiz degan tushuncha bor. Bu ana boshidagi u bilan o'dan kelib chiqqanda, mana boshidagi harfdan kelib chiqqan atamasi. Ya'ni tartibsiz, ya'ni bu unordered degani tartib, mana tartib raqamlar bilan inchi degan qo'shimcha borki, 1-2-3 deysiz-ku masalan. Ular orderedlar bo'ladi. Tartib bilan ajratsangiz, masalan, rim raqamlarida, masalan, A, B, C, D, E, F, G qilsangiz ham u ham ordered bo'ladi, ya'ni tartibli bo'ladi. Tartibsizlar masalan nuqtacha bo'lsa, boya aytdim, to'g'rimi? Nuqtachani o'rniga bitta pitichka bo'ladi, ko'rgan bo'lsangiz, yoki to'rtburchak shakl bo'lib qolishi mumkin-da. Bular unordered bo'ladi. Xolos, bu tartibsiz, bu tartibli. Tartiblilarda misol harflar bo'ladi yoki raqamlar bo'lishi mumkin, yoki rim raqamlari bo'lishi mumkin. Tushuntirib oldimmi? Lekin ishlatilinishida masalan qaysidir joyda, masalan birinchi mana shu, ikkinchi mana shu degan joyda lekin ishlatishsak bo'ladi, unorderedda. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, masalan ikkalasini ishlataversangiz ham bo'ladi. Lekin unga misol uchun tartibli, tartibsiz degan joy umuman ahamiyatga ega bo'lmay qoladi, demoqchiman. Ishlatib ko'ramiz, keyin tushunib olasiz. Masalan, keling aytdan bitta misol nima qilamiz? Masalan, menu bar.
Masalan, любой bitta saytdan olamiz. Uzun. Uzun bo'lsa reklama bo'lib qoladi, qo'ying. Okey. Masalan, kino saytlar bor. Kino saytlar masalan Anibla. Ko'z tushmagan hech qayerlarda? Ha? Bismillah. Yoki bo'lmasa mana bu yerda nima turibdi? Menyular bor, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa bu kamroq ekan. Bo'lsa. Masalan Appco online deylik. Yo'q, men masalan menyulari bormi, qanaqa? Masalan Uzumoviy. Uzumoviyda tepada nafsi menyuli bu varianti kerak edi. Bu ham qoyillatibdi-da rosa. Bundan chiqaraylik. Qaysi? Uzumga kiraveraylik, mayli bo'lsin. Uzumga kiraveraylik. Masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu narsalar turibdi, to'g'rimi? Bu narsalar. Mana shu narsalarni masalan li URLlarni yasanadi. Menyular bilan. Masalan, keling ko'ramiz. Endi uzunnaqa yasaymiz demayapman, prosta menyuda URLlarni ishlatilishini ko'ramiz. CSSni pastga tushirib olaman. Move down. Pastga tushirib olaman. Mana bodyni ichiga yozyapman. Shuni e'tibor bering. Okey. Masalan, URL ochamiz. URLni ichidan masalan class beramiz. To'g'rimi? Masalan, menu degan class beryapman. Masalan, birinchi betga aytishimiz kerak yulduzcha, keyin body deganmiz. Nima edi bu? Birinchi sayt tozalab olish kerak. Margin 0, padding 0 aytdi. Margin nima edi? Margin kamroq joy tashlash. Saytni tozalab olyapmiz-da. Bo'sh qismlardan masalan tozalab olamiz. Keyin mana bu joyda masalan URL ochdim. Masalan URL mayli class bermay turamiz. Ichidan li elementlar bo'ladi. Mana bir qancha lilar ochsak bo'ladi. Masalan ichiga home, masalan about yoki bo'lmasam nima yozamiz yana? Contact yoki bo'lmasam register degan qismlar bo'lishi mumkin. Mana ko'ryapsiz? Biz paydo bo'lyapti. Yozyapman, bu yoqda paydo bo'lyapti. Endi mana bu yerda masalan biz aytishimiz kerak CSS da demak URL elementini masalan oddiy misol with berishimiz kerak. Background colorni berib olaylik. Birinchi background color masalan mana bunaqa rang bo'ladi deyapman. Tushundik? With degan qism beramiz. With ya'ni eni manaqa boshdan mana bu hozir to'liq tushgani URL bo'lyapti-da. Shuni ichidagilar li bo'lyapti hammasi. Endi mana shuni to'liq eniga deymiz, wizini demak 100% qilamiz. 100% bo'lyapti. Bo'yi bo'ladigan bo'lsa, bizda nima desak bo'ladi? Bo'yi masalan mana bu boshi masalan mana bu yerdan mana shu yergacha nech pikselligini bilmaymiz. Shuning uchun 100 VH qilib olsangiz, bu to'liq egallab oladi. Saytning boshidan oxirigacha egallab oladi. To'liq saytning mana shu boshidan mana shu oxirigacha 100 VH deganida, mana H ga H bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Agar W bo'lsa, mana boshidan oxirigacha degan. Masalan, men ham yana buni 100 W qilib qo'ysam bo'ladi. VW bilan. W bilan mana yumshoq H dan tushunib olsangiz bo'ladi. 100 ga mana W ga W, H ga H deb masalan. Endi biz bunday qilamiz. Eniga to'liq egallasin, lekin bo'yiga ekranni mana shu saytni masalan 10 VH qismini egallasin, 10 qismini mana shuncha joyini olyapti. Xo'p. Endi nima qilamiz? Biz URL ni ichida nima bor? Bizda lilar bor, to'g'rimi? Demak biz aytishimiz kerak. URL elementini ichidagi deymiz mana. Ichidagi li elementlari deymiz. Lilarga dizayn beraman endi. Lilarni masalan font size degan narsamiz bor. Font size masalan nima? Razmer. Font size bu matnning katta kichikligi, hajmi.
Tushunmadingiz? Endi tushundim deganingiz bilan men qanaqa tushunganingizni bilmayman-da, mana bu narsa. Tushundingizku? Mana shu narsa, endi Wordchasiga tushuntiryapman-da. Font size bu ham piksel. Masalan, 25 piksel beramiz masalan. Kattalashadi mana. Endi UL ichida li elementiga masalan border beramiz. O'tgan darsda biz berdik. Border masalan ramka deb aytganmiz. Masalan, qalinligi qancha? 1 piksel tekst chiziq bo'lsin, masalan, black rangda bo'lsin deymiz mana. 4 ta masalan chiziqcha berdi. Okay. Endi biz li elementlarini yonma-yon qilishimiz kerak ekan. Nima qilishimiz kerak ekan? Yonma-yon. Lekin bundan oldin men bitta mavzuni tushuntirishim kerak. Mana shu joyga kelgan paytimizda xuddi biz mana shunaqa narsa yasamoqchi bo'lsak, tushunyapsizmi aytganim? Shunaqa narsa yasashimiz uchun men sizga hozir bitta mavzuni tushuntiraman hozirgidan oldin. Qarang. Keling mana bu joydan buni kattaroq qilib olamiz. Buni x da mana CSS da bu yoqqa bo'lib olaylik. Qarang, index.html bilan CSS da nima qilib turaman? Mana bu joydan display degan mavzuni tushuntirib beraman. Endi bu chuqur mavzu, lekin biz display degan mavzuni tushuntirishim kerak. Xo'p, bu yerda masalan display.html degan narsani ochamiz. Yana bu yerdan masalan display.css masalan. Hop, displayga mana bunday qilib ochib olasiz. Masalan, CSS ni ulab olishingiz kerak. Link masalan // mana display CSS. Hop. Display bilan ishlash. Okay, qarang. Indeksda hozir pakka qo'yib turamiz o'zini holiga. Tak, qarang. Bizda display degan mavzu bor. Displayning o'zi vazifasi nima? Ya'ni flex mavzusi o'zi asli flex mavzusi hisoblanadi. Flexning o'zi vazifasi nima? Flexning vazifasi bizda saytda elementlar bor-ku, umuman element deganda biz masalan mana oddiy saytni nazarda tutadigan bo'lsak, mana masalan mana ular hammasi nima bo'lib turibdi? Bir qator turibdi, joylashish, to'g'rimi? Elementlar bir qator joylashgan. Tekis bir qator joylashishiga mana masalan mana 4 tasi ham bir qatorga joylashib olgan. Tushunyapsizmi aytganimni? Ya'ni nima qilib beradi? Flex bizga elementlarni bir qator, bir tekstda, ya'ni joylashtirishimiz uchun yordam beradi. Mana bu menyuga biz mana bunaqa narsa yasamoqchimiz hozir. Lekin bizning saytimizga qaraydigan bo'lsak, hammasi pastga tushib qolgan. Biz mana shunday holatga olib kelishimiz uchun, ya'ni mana shunaqa holatda tekst joylashtirishimiz uchun biz avval flexni tushunchasini bilib olishimiz kerak. Flex o'zi nima? Nimaga ishlatamiz? Qarang. Keling mana shu joydan tak bunday qilaylik. Okay, bunday qilib. Okay. Okay. Qarang. Bundan oldin flexni tushuntirishimdan oldin men display flexni ishga tushirib olay. Ichi bo'sh mana flex deb yozib qo'yganman. Mana flex turibdi. Qarang, flexni tushuntirishimdan oldin men avval sizga mana bu play marketcha qismidan bitta narsani uстановка qilib oling deb aytib ketganman. Nimani deydigan bo'lsak, mana bu programmani. Ya'ni play marketchasidan CSS flex deb yozsangiz, mana o'z birinchisini chiqarib beradi. Mana shuni o'rnatib olish kerak bizga. Bu nima desak, bu shpargalka. Shpargalkani bilasiz? Qo'llanmacha. Flexni ishlatilishini qo'llanmachasi. Ko'pchilik bolalar masalan birdaniga tushuna olmaydi flexni qanday ishlatilishini. Ya'ni bu yerda qo'llanmasida qanday ishlatish kerak, qanday joylashtirish kerak, o'sha narsalar hammasi bu yerda masalan nima deydi, tushuntirib ketilgan. Ikkinchisi ham bor, masalan CSS flex deb yozilgan, mana belgidan tushunib olsangiz bo'ladi. Buni ham masalan o'rnatib, buni ham ishlatib ko'rganman, bu ham yaxshi. Lekin mana bu juda ham yaxshi berilgan tushunchasi. Qarang. Buni tushunib olamiz birinchi. Birinchi mana yopib olamiz bu yoqda va mana bu yerdan men bitta div ochaman. Qarang, div ochamiz. Divning ichidan masalan klass beraman.
Klassga masalan konteyner degan element beramiz. Konteynerda men CSSda mana yerda yozib olaman. Mana. Konteynerda masalan yozib olamiz. Birinchi masalan yulduzcha bodyni yozib olamiz. Tushunib oling birinchi margin 0 padding. Prosta bu saytni bo'sh nima qilish uchun kerak. Masalan background color beramiz. Background color masalan hozir bunday rang ham yo'q bo'lsa bo'ladi. Okay. Endi nima bo'lyapti? Bu yerda konteyner ichidan biz masalan div ochamiz, bir qancha element. Masalan bu yerdan bunday qilib ochsak bo'ladi. Nuqta degani bu class degani CSS tilida. Ya'ni class berasiz. Masalan box degan element ochasiz. Box degan elementda masalan 5 qilsangiz mana shunaqa holatda mana. Class berilgan holatda box bo'lishi kerak va undan 5 ta yaratib deb enter deb bossangiz mana bunaqa qilib beradi sizga. Tushuntirib beradimmi? Class mana 5 ta nimadan ochib beradi. Endi box mana konteynerda biz mana bunda yozib olamiz. Konteyner demak tushuntirib beramiz. Width qismi masalan 90 VH VW. Keyin bo'yi masalan 90 VW. VH. Border beramiz. Border masalan 2 piksel solid black. Endi qaraydigan bo'lsak, mana bunaqa narsa bizda hosil bo'ladi. Mana bu to'liq elementim bizda konteyner bo'lyapti-da. Tushundingizmi? Konteyner. Ya'ni konteyner bu div bo'lyapti. Aytdim margin deb yozib qo'yaman. Margin deyman. Nimaga? O'rtaga, markazga joylashtirishim uchun mana shuni. Mana bir ikkita qiymat beraman. Mana bu bo'yi mana masalan hozir mana saytimni mana bu joydan mana bu joygacha bizda necha? 90 VH, to'g'rimi? Bo'yi. Ya'ni mana bo'yi saytimiz mana shu brauzerning mana shu qismidan mana shu qismigacha bo'ladigan qismi 100 VH bo'ladi, VH bo'ladi. 100% da o'zi. Eniga ham xuddi shunday bo'ladi mana. Lekin markazga joylashtirishim uchun mana bunaqa joyga men aytishim kerak. 5 V tepadan pastga VH keyin avto qilamiz. Shunda bizda mana bunaqa markazga qilib beradi. Okay, endi nima qilamiz? Biz mana shu box ichidagi box elementlarga demak biz dizayn berishimiz kerak ekan. Okay, demak bunga ham aytishim kerak. Width masalan 100 piksel, bo'yi ham 100 piksel. Height 100 piksel va unga masalan bularga ham border berishim kerak. Masalan men borderda mana o'zi qilib beryapti. 1 piksel. Masalan bunikini qizil qilib qo'ysak bo'ladi. Qizilda mana bizda bo'lyapti. Nimaning ichida nima turganini bilyapsizmi? Mana demak konteyner mana bu konteyner to'rtburchak qora. Ichida masalan box elementi bor ekan. To'g'rimi? Yaxshi. Demak 4 ta elementimiznikini shuni 50 qilaylik. Mana shu elementlarimizni demak men aytdim ko'paytirib qo'ysak bo'ladi olasiga mana. Mana shu elementlarimizni hozir xuddi tasavvur qiling, mana bu elementlarim mana shu yozgan yozilib ketib qolgan. Ana shu elementlar xuddi mana menyuda o'xshatib turib yonma-yon qilishim kerak-da. Bunaqa yonma-yon qilishim kerak. Tushunyapsizmi? Ular xuddi mana pasma-pas bo'lib qolganga o'xshaydi mana ular hammasi. Shuni tushunsak bo'ladi. Qarang, 4 ta elementni men joylashtirishning yo'lini tushuntiraman. Flex ishlatilinishi qanday? Flex doim ota elementga beriladi. Ota bola qaysi degan desak, mana chiziqdan bilib olsangiz bo'ladi. Mana buni ota element mana. Mana ichida kelgan birinchi qiymatlar bola element. Tushundingizmi? Endi masalan men mana uni ichidan yozishim mumkin. H1 da masalan H1 da masalan 1. To'g'rimi?
shunday qilib, masalan men 1 mana shuni ishlatyapman. 2 3 4 mana 5 yozdim. 5 ta turibdi. Lekin mana bu H1 ni otasi qaysi desa konteyner bo'lmaydi. H1 mana bitta o'zidan oldingi qator, ya'ni mana bu hisoblanadi. Tushundingizmi? Kodlari qatorining tushishiga qarab turib o'shani bilib olsangiz bo'ladi. Mana uni bu otasi, uni bolalari qaysi desak, mana bu bolasi, ya'ni uni mana buni bolalari mana shu qatorda kelgan birinchi elementlar hisoblanadi, bolalar. Lekin mana buni otasi, mana bolasi bo'lib turib, buni otasi qaysi desak, mana uni o'zi bo'ladi. Tushundingizmi? Ota bola degan tushunchani bilib olish kerak birinchi. Endi qarang. Bu yerda men mana shu box elementlari, ya'ni mana bu yerda hozir bizda 5 ta to'rtburchak bo'lsa, shu 5 ta to'rtburchakni mana shu to'rtburchakdan chiqmagan holatda konteyner, mana qora chiziqdan chiqmagan holatda men joylashtira olishim kerak. Demak, birinchi men buni aytishim kerak. Display flex. Flex doim ota elementga beriladi. Shuni bilib oling. Ya'ni men mana buni beryapman va uning ichidagi boxlar, mana box bu bizda qizil chiziq hisoblanadi. Qizil to'rtburchak hisoblanadi. Mana kodidan bilib olsangiz bo'ladi. Display flex. Endi qarangki, mana bu flexni ustiga olib borsak, bizga har xil usullarda masalan shpargalkani chiqarib beradi. Mana ikki xil shpargalka bor bizda. Mana. Nima qilishimiz kerak? Mana bu sichqonchani mana uni ustiga olib borasiz-da, mana o'z ko'ringiz bunaqa narsa ochilyapti. Masalan, tepa pastga o'ynatib, mana masalan aytdi Open CSS Flexbox cheat sheet shpargalka. Shuni ustiga bir marta bosasiz. Endi qarang, bir marta bosganingizdan keyin bizda nima paydo bo'ladi deydigan bo'lsak, bizda mana shu CSS Flexni ishlatilishni qo'llanmasi chiqadi. Demak, mana tushuntiryapti. Demak, birinchi display flexni berishimiz kerak ekan. Demak, ota element bu bizda mana konteyner. To'g'rimi? Ya'ni mana bu element hisoblanadi. Mana bu qora to'rtburchak hisoblanadi. Yaxshi. Endi men mana shu qora to'rtburchakka men flex beryapman. Ya'ni mana bu qora to'rtburchak ichidagi qizillarni joylashtirsin deb. Okay? Yaxshi. Endi mana pastroq tushadigan bo'lsak, bizda flex directionmi, xullas bilmayman, direkt yo'nalishini tushuntir deyapti. Mana bu elementlar, mana to'rtburchaklar bor-ku, mana masalan. Mana yashilimiz konteynerda, mana to'rtburchaklar box hisoblanadi masalanda. Hozir holatda. Tushunayapsiz? Tushunmasa sira so'rang. Mana to'rtburchak bizda box, mana buni boxlar. Mana yashilimiz bizda konteyner bo'lyapti hozir. Endi biz aytyapmiz, mana flexni ishlatding. Endi mana shu flexni ishlatganingdan keyin agar mana bu narsani bersang, ya'ni row beradigan bo'lsang, ichidagi elementlarni yonma-yon qilib beraman deydi. Demak, masalan men mana buni ishlatadigan bo'lsam, qarang, mana unaqa holatda yana o'zini holatda qaytib qoldi. Mana shu holatda row hisoblanadi. Turgan holat. Mana o'ngdan mana bir tekis turishi row, ya'ni mana bunaqa holatga turib oldi hozir elementlar. Tushunib oldingizmi? Endi men row reverse ishlatadigan bo'lsam-chi, desak, uni teskari bo'lib qoladi. Ya'ni bunaqasi bo'lib qoladi. Okay? Yaxshi. Demak, column beradigan bo'lsak, qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, column bersak, bizga mana bunaqa tepadan pastga, demak, row degani o'ngdan chapga qilar ekan, column tepadan pastga joylashtirar ekan. Degani. Tushundingizmi? Demak, mana bu 1 dan 5 gacha ekan. Endi column reverse degani o'zi teskari deganida, column holatda reverse qilib beradi. Mana bunday bo'ladi. 5 4 3 2 1 bo'ladi. Bizga mana bunaqa holat kerak, row varianti kerak ekan. Demak, row variantida qolamiz. Okay. Row varianti mana qoldik va biz row holatdan keyin pastga tushamiz. Flex wrapni men tushuntiraman oxirida. Justify content degan narsamiz bor ekan. Justify content qanaqa ishlaydi? Justify content agar mana bu row bo'lsa, justify content ichidagi elementlarni o'ngdan chapga nisbatan harakatlantirish degani. Yana qaytaraman. Agar flex direction row bo'lsa, agar siz justify content beradigan bo'lsangiz, justify content ichidagi elementlarni nima qiladi? O'ngdan chapga harakatlantiradi demoqchi. Flex start degani, flex start bersam qanday bo'ladi? Demak, elementlar o'ngdan chapga turib olsin ekan va qaysi tarafga turib olsin ekan?
boshiga turib olsin ekan deyapman. Boshda turibdi. Endi mana nima qilamiz? Markazga turib olsin desam, mana. Tushundingizmi? Row degan elementlar mana bunaqa turishi, justify content degani bu yoqqa o'rtaga nariyoqqa surish. Xuddi o'ngdan chapga harakatlantirishda degandek. Tushuntirib bera oldimmi? Ana shu. Ya'ni flex end bo'lsa, demak bu bizda oxirida bo'lar ekan. Tushundiga? Ya'ni bizga nima kerak? Space mana, endi tushuntirib, space between ham bor mana masalan. Space between qo'ysak, bu bizda orasi ochilib beradi. Mana bunday qilib berar ekan. O'ngdan chapga nisbatan elementlar surilishini nazarda tutyapti hozir justify content. Endi justify content space around bersam, oralari bir tekis ochiladi. Oxirgacha ochilmaydi, yopishib qolmaydi va evenly ni agar beradigan bo'lsam, standart bo'ladi. Bir xil orasi ochiladi. Lekin hozir bizda savol bo'lishi mumkin-da, around bilan evenly nima farqi bor desak, mana bu qismi bilan boshi bilan oxirida farq qiladi, lekin o'rtasida hammasi bir xil bo'ladi. Bu bizda around. Evenly da bo'ladigan bo'lsa, evenly qismlarda hamma qismida bir xil bo'ladi. Tushunib oldikmi? Mana shunday. Demak, justify content yani tushunib olishimiz kerak ekan, row bergan holatimizda elementlarni o'ngdan chapga harakatlantirib berdik ekan. Endi biz o'ngdan chapga harakatlantirishni bildik, lekin tepadan pastga nisbatan harakatlantirish deganda biz uni aligin items ishlatar ekanmiz. Aligin items demak, flex start beradigan bo'lsam, bu tepaga degani. Tepadan pastga nisbatan joylashtirilganda elementlar tepada turibdi degani hozir. Tushundingizmi? Endi men shuni markazga qiladigan bo'lsam, bu bizda mana bunaqa markazga joylashib oladi. Tushunmadingizmi? Har safar so'rov asabingizga tegavermasam kerak endi. Ha deb turing-da. End bo'lsa qayerga? Pastga. End degani oxiri, start boshi. Endi qarang. Center qilib qo'yaman. Qanday bo'lyapti? Shu yerda mana chizib tushuntirib beraman. Hatto o'zimizning qalamchamiz bor edi. Qalamchalardan foydalanaman-da. Ya'ni mana bu elementga men beryapman, ichidagi bollarini, qizillarni joylashtiryapti hozir. Chunki gap mana konteynerga berdim-da, mana to'rtburchak qoraga. Otaga aytsam, bollarini xuddi o'shanda joylashtirar ekan. Endi qarang, qanaqa holat bo'lyapti. Demak, bizda hozirgi holatda elementlarimiz row holatida turibdi. Rowni qayerdan bilaman? Chunki mana bunaqa holatda turishi row bo'ladi. Agar 1, 2, 3lar hammasi pastdan-past turadigan bo'lsa, u column bo'ladi. Tushundingizmi? Yaxshi. Yana bir paftot tushuntirib olayman. Endi mana bunaqasiga elementlarni harakatlantirish bizda justify content dedim. Ya'ni row bo'lgan holatda justify content bersangiz, elementlar o'ngdan chapga joylashtiriladi. Yo bir tarafga suradi hammasini, yoki eng oxiriga suradi, yo o'rtaga qo'yib beradi. Aligin items bo'ladigan bo'lsa, aligin items tepadan pastga bo'ladi. Okay? Aligin items holatida bu center turibdi hozir, markazda turibdi. Agar men hammasini qarang, 4 ta 5 ta elementni yopishtirib birga yonma-yon qilib qo'yadigan bo'lsam, masalan, justify contentga ham center, aligin itemsga ham center bo'lsam, 5 ta element markazga turib oladi hammasi. Qanday bo'ladi? Masalan, ishlatadigan bo'lsak, mana bu centerni men mana bunday qilsam, mana bunaqa bo'lib qoladi. Tepadan pastga ham markazda, o'ngdan chapga ham markazga qilib beryapti. Alo. Assalomu alaykum. Eshitaman. Tushunyapsizmi hozir? Yaxshi. Endi bizda rowni bilib oldik. Demak, flexda masalan menda elementlar ko'p bo'lishi mumkin ekan. Qarang, bitta ish qilamiz. Masalan men 200 keling, mana bu vizni 100% qilamiz.
Hozir mana boshdan oxirigacha, mana boshdan oxirigacha surildi. Mana chiziqni ko'ryapsizmi yon boshda? 2 piksel qilay mana shuni. 4 piksel qilsam keyin ko'rasizlar. Mana. Ko'rindi? Yaxshi. Qarang. Otasi eni necha ekan otasini? 100 ekan, to'g'rimi? Mana bolasi, to'g'rimi? Bolasinikini men 25% qilaman. Shunda har bir element 25% dan tushyaptimi? To'g'ri. Nimaga orasi ochilmayapti? Chunki bo'sh. Mana 5 tasi 25% dan qancha bo'ladi? 5 ta 125. 125 bo'ladi. Hozir nimadir noto'g'ri ketmayaptimi? Foizini to'g'ri ketyapti. Qanday? Sentrga qo'ygan uchun buni? Yo'q. Qarang. Sizga men yana tushuntiraman. Qarang, bu yerda hozir ko'pchilik eshityapti. Yani qolganlar ham masalan ko'radi. Qolganlar ham shu savol. Otasi konteyner 100% deyapti. Bolasi 25%. To'g'rimi? Lekin bizda nechta element bor? 5 ta. 5 tasi 25% dan nechi bo'ladi? 125. To'g'ri kelmayaptimi menimcha? Ha, o'lmang. 5 ta elementimiz 25%. Men qarang 6 ta qo'yaman. 6si ham bor, yana 7si ham bor mana. G'alati-ya. Ekranim o'zi boshdan oxirigacha 100%, lekin mana 7 tasi to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lyapti. O'zi ikkitasi 50, 50, 50, 150, 175 bo'lib ketyapti. Endi bizda nima kerak ekan? Bizda flex wrap degan narsa bor ekan. O'zi belgilanib tushunib olsangiz bo'lar ekan. Flex wrap degani mobodo sig'may qolsa, qolganini davomidan ettirib ketaman degani ekan. Demak, mana bu narsani mobodo mana bu holatda sig'may qolsa element, shuni yonidan berib ketsang, sig'magani pastdan tushadi deyapti. Qanday? Mana qarang, ekran boshdan oxirigacha, mana tushuntiraman, mana chizib ko'rsatay, shu yerda. Avval kodni yaxshilab qarab olamiz, mana qarang. 100% 25% ekan. Okey. Yaxshi. Endi bolalar 25%, otasi 100 ekan. Endi maktab o'tamiz kodiga. Men chizib ko'rsataman. Nimaga unaqa bo'layotganini sizga tushuntirib beray. Qarang. Ekranim mana bu boshidan oxirigacha mana shu. Boshidan oxirigacha bor-ku. Necha ekan? Necha foiz? Ha, yaxshi, 100% ekan. Demak, 100%. 100%. Mana element necha bo'ldi? 25. Eni 25, bu ham 25, bu ham 25. Yaxshi. Endi savol. Nimaga sig'may qoldi? Keyin mana border olib tashay. Border olib tashay ham sig'adi. Border hisobiga bo'lyapti hozir. Shu background berib olaylik shunga. Agar qarshi bo'lmasangiz, backgroundga masalan blue qilaylik. Boxda kimta element ham bor. NTH child degan narsa bor. NTH child nima degani desak, bizda boxlar ko'p-ku, to'g'rimi? Nechinchi klassdagisi degan. Nechinchi bolasi deyapti. Nechinchisi desam 1 deyman. Ya'ni mana uni tushunadi. Box hozir mana buni olib tashlasam, hamma box tushunadi. Mana bunday qilsam, faqat birinchisini tushunadi. Shuning uchun bunday qilib qo'yaman-da men. Borderni masalan mana bunday rang qilib qo'ysam bo'ladi. Masalan, bunga. Masalan 7 tasiga 7 xil rang beraman-da. Okay? 7 xil. NC child degani shu bir xil klasslarni hammasiga bermaysizda, aynan ajratib ko'rsatasiz qaysinidir degan ma'noda. 6, 7. Masalan, mana ko'k. Bu qizil. Masalan, bu yashil. Masalan, bu fioletoviy. Masalan, bu tushdi.
Mana bu bizda kullar. Mana. Tushunib oldingiz? Yaxshi. Endi nima bo'lyapti bu yerda? Ya'ni endi to'g'ri bo'lyapti-da bu yerda. Qarang. O'zi bunday olib qaraganimizda mana shu elementimizni boshdan oxirigacha 100% bo'ladigan bo'lsa, mana uni har bir 25% dan to'g'ri kelganda, to'g'rimi? Hammasi 25% kelganda 4 tasi nechta bo'ladi? 100% bo'ladi. Ana endi to'g'ri tushyapti-da. Sig'maganini hisobiga mana bu joydan qolganini tushirib yuboryapti. To'g'rimi? Mana flex wrapni hisobiga bo'lyapti. Nimaga mana orasi bo'sh? Mana necha foiz deb o'ylaysiz mana shu? 25 bo'lyapti. Chunki ekran o'zi 100%, mana bu 25 bo'lyapti, mana bu 25 bo'lyapti, mana bu 25 bo'lyapti. To'g'rimi? Tuchtasi 75 mi? Demak, ikkita tarafdan mana unikini hisoblayapmiz, orasini necha bo'ladi mana bu? 12,5 dan to'g'ri keladi. Uni hisoblashni mana tushunyapsiz, sekin. Demak, markazga degani hisobiga, ya'ni bir xil joyga joylashtirib ber deyapti-da hozir. Shuning uchun o'rtaga qilyapti, mana bo'sh joyni o'zi avtomatik hisoblayapti. 12,5 qilib. Okey, agar men hozir mana bu yerga 8-elementni qo'shadigan bo'lsam, mana shu bo'sh joyni hisobiga 8-element ham tushadi. Mana 8 qilaman. Masalan, hozir menga 8-element tushdi. Prosta 8-elementni bermaganman-da, rangi yo'q uni masalan. Masalan, uni qarang qilsam bo'ladi. What? Ikkita 7 bo'lib qolibdi-yu. 8 qilib qo'yaman mana. Mana. Tushunib oldik-ku? Bo'yi masalan hammasini mana hamma boksga men birdaniga beryapman, chunki birdan tushunyapman. Boksda masalan 400 qilib qo'yaman. Bo'yi cho'ziladi. Tushundingizmi? Foizni sal kamaytirasiz. Foizni masalan 22 qiladigan bo'lsak, bizda mana qilib qoladi. Ya'ni joylashishida xuddi mana mahsulotlar turgan holati bor-ku. Shunaqa bir tekisda turadi-da. Endi qarangki, masalan, endi qarang mana bo'sh joy nimani hisobiga bo'lyapti deb o'ylaysiz? 22% dan 4 tasi nechta bo'ladi? 88, to'g'rimi? 88 bo'lgandan keyin qancha qolyapti? 12. Demak, bu yog'iga nechi? 6, bu yog'iga 6 berib boryapti ekan. Nima? Endi men hozir Justify Content Center berganman-da, shuning uchun ham yopishtirib qo'ygan. Men agar mana shuni Justify Content Center emas, Space Evenly beradigan bo'lsam, hammasining orasi bir xil ochiladi mana bunday qilib. Ya'ni mana bularning ham orasi ochiladi, buni ham orasi masalan ochiladi demoqchiman-da. Ya'ni bu hozir bizda flexni ishlatilishini men sizga umumiy tushuntirib beryapman. Qanday ishlatilinadi, qanday holatda masalan. Endi masalan mana unga border bersak ham 2 piksel solid black bersak, masalan, hammasiga ramka qilib beradi. Mana shunaqa holatda ishlayapti ekan bizda. Bu joylashish, siz mana ular nimaga past-past bo'lgani hayolingizdan o'tmasin. Shunchaki joylashtirishni biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Flexni qoidasi mana shu. Demak, tushuntirib beraman. Yaxshilab mana shu qoidani bilib oling. Row degani demak elementlarni o'ngdan chapga nisbatan joylashtirish. Mana meni elementlarim o'ngdan chapga nisbatan joylashyapti. Chunki past sig'magani uchun pastga tushirib ketyapti. Tushunib oldingiz-a? Flex wrapni hisobiga. Agar flex wrapni olib tashlasam, hozir hammasi tiqilib qoladi bunday bo'lib. Shuning uchun men flex wrapni qo'yapman. Demak, o'ngdan chapga joylashtirar ekan, demak, column bo'lsa tepadan pastga bo'lar ekan. Agar qoidasini bilib olamiz, yana bir takrorlab olamiz. Row bo'lgan holatda, ya'ni o'ngdan chapga nisbatan joylashtirilganda justify content nima vazifani bajaradi desak, o'ng tarafdan chap tarafga harakatlantiradi degani. Row bo'lsa justify content o'ngdan chapga elementlarni harakatlantiradi. Yo boshiga olib borib qo'yadi, yo oxiriga olib borib qo'yadi, yo o'rtasiga olib borib qo'yadi. Tushundingmi? Aligin items tepadan pastga nisbatan harakatlantirar ekan, demak, row bo'lganda. Endi agar column bo'ladigan bo'lsa, justify content bilan aligin itemsning vazifasi almashadi. Ya'ni column bo'lsa, justify content o'ngdan chapga bo'lmas ekan.
tepadan pastga bo'lar ekan harakatlantirishi. Tushundingizmi? Haligini aytganimiz bo'lsa o'ngdan chapga bo'lib qoladi. Shu. Chapdan o'ngga shuni farqini bilib olsak bo'ldi. Mana shu joyi bizga muhimroq. Shpargalkani shuning uchun men aytdim, Play Marketdan sekin o'zingiz ustonovka qilib olsangiz, qiynalmaysiz, что nima qilishga, ko'rib olishga, bir boshida o'rganib olishga mana shunga qarab, demak, mana bunday qilar ekan deb ko'z oldingizga keladi, tushunasiz shuni. Bu yerda. Okay. Xo'p, endi bizda flex item degan narsamiz bor, ya'ni bu yerda order degan tushunchamiz bor. Order deganimizda bu nima bo'lyapti? Masalan, ikkinchi elementimiz 0 ga tushib qolsin desam, ya'ni 1 ga. Boshiga oxiriga joylashtirish degani. Joyni, tushundingiz mana. Joyni almashtirish, tartibini almashtirish nazarda tutyapmiz ekan. Hozir masalan ikkinchisi oxiriga o'tib qoldi. Masalan men mana shuni, mana ikkinchi elementga men orderni masalan 0 bersam, ikkinchi element mana o'zini joyiga qaytadi. Endi bu yerda masalan men masalan orderga 3 yozsam, bu oxiriga o'tadi. Ya'ni oxiriga yoki o'zini joyiga degani. Masalan 5 qilsak, bar 2 joyda turibdi. Ikkinchi element, ya'ni qizil. Qizilimiz oxiriga o'tib qoladi. 0 bilan o'zi bir ishlatiladi asosan. 0 o'zini joyiga, minus 1 qilaylik. Mana bitta oldinga. Shunaqa ishlatiladi. Minus 6 yana orqaga cho'ziladi. Boshiga qaytib qoladi-da. Xullas bunday yo minus 1 berish kerak, yo 0 berish kerak, yo 1 berish kerak. Xullas minus 1 bersak. Masalan, keling, orderni biz 5-chi mana bu yashil elementga beramiz. Order beramiz. Va bu yerda masalan 0 qilsam, o'zini joyida turibdi hozir. 1 bersak, demak bitta oldinga, oxirga. Minus 2 qilganingizni ham oxirga o'tadi-da. 3 ta bo'lgan ishlatadi o'zi. Sizdan 3 ta bo'ladi. 3 qilsangiz ham masalan 10 qilsangiz ham oxirida turaveradi. Endi masalan minus 1 qilsam, eng boshiga tushadi. Shunaqa ishlaydi-da. Ya'ni hozirgi o'zi turgani o'zi 0 degani o'zi. Shundoq hammasi order 0 da turibdi. Hammasi. Lekin yozilmayapti. Bilib oling demoqchiman-da. Okay, grow cho'zilish nimasi? Masalan, flex grow ga men aytishim mumkin. Flex grow 0 bersam, mana bu uchimiz 0 bo'ladi. Agar men masalan 1 yozsam, bizda cho'ziladi. 2 yozsam, ya'ni o'zidan kengroqqa cho'ziladi deganida, grow ma'nosi. O'zi mana znakdan bilib olsangiz bo'ladi. 0 bilan 1 ishlatiladi-da o'zi. Bas. Sheriklari tiqilib qoladi-da, lekin itarasida. Tipa shunaqa. Yoningizda sherigingiz bo'lsa, shu bo'lsa bo'ladi. Shrink naborot bo'lamiz. Masalan, shrinkda men 1 bersam, masalan mana bunga o'zini holatda turibdi. 0 da ham menimcha o'zini holatda qoladi. O'zini holatda qoladi. Shrink. Mana znakdan bilib olsak bo'ladi. Basic, after, self o'zini nima qilish, feature. Mana shu asosan. Mana uni bilsangiz bo'ldi. Asosan mana shular ishlatiladi ko'proq. Kamdan kam holatda masalan itemlar bilan ishlasak bo'ladi, shrinklar bilan. Flexni bilib oldingizmi? Flexda bir dars o'tdik. Keyin grid degan mavzuni o'tamiz. Grid ham xuddi flexga o'xshaydi, sal boshqacharoq faqat joylashtirishi. Mana shu flex. Endi boyagiga qaytamiz, menyuga. Boyagi menyuga qaytamiz. Biz mana bu yerda index HTML da ishlatayotgandik. Mana bu joyga
Okay. Endi qarang. CSS da bu yoqdan qilib qo'yaman. CSS pastdan tushirib qo'yaman. Mayda split down. Qarang. Bu yerda otasi qaysi ekan? Otasi qaysi, bolasi qaysi? Otasimi, bolasimi? Otasi. UL-ning bolasi bumi? Demak, flexni otasiga berar ekanmanmi? Yaxshi. Demak, otasi mana bu ekan. Keling, mana shuni 100 qilamiz, 300 qilaylik. Bu 300 debman. Uzr. Mana shuni 100 piksel qilib qo'yaylik. Piksel. Endi qarang, elementlar biz aytishimiz kerak ekan otasiga. Demak, display flex. Demak, mana undan bilib olsak bo'ladi, Spark'da. Flex direction mana bu nima? Row. Bitta bossangiz o'zi chiqarib ham beradi. Ustiga bossangiz. Mana bunda qilsangiz column qilib beradi. Mana bunda qilsangiz row qilib beradi mana. Ko'rdingizmi? Joylashtirishdi mana. Spark'ning yaxshi tarafi ham shunda, ertaga keyinchalik bundan foydalanmaysiz, masalan men foydalanmayman, chunki esimda qolib ketgan. Boshda o'rganayotganda kerak bo'ladi. Masalan, row qilamiz. Mana bunday qilib beryapti. Yaxshi. Demak, row degani yonma-yon turibdi ekan. Ya'ni mana yonma-yon joylashyapti deganida, mana belgidan ko'rsangiz bo'ladi. Endi mana uni Spark'dan foydalansak bo'ladi lekin. Okay, row bo'ldi. Endi justify content row bo'lgandan keyin men row'ni tagidan men aytishim kerak. Aligini items beraman. Justify content. Justify content qayerga? Ajratish uchun. Masalan, mana bunday bo'lish kerak. Space evenly mana. Okay? Endi aligin items bo'lyapti, tepadan pastga nisbatan markazga joylashsin mana. Markazga tepadan pastga nisbatan, o'ngdan chapga nisbatan oralarni ochib berdi. Endi biz chumoliga joylashtirib oldik ekan. Boyagi o'tganimiz bo'yicha nima qilyapti? Li elementlariga endi men hammasini ichida mana borderlar turibdi. Mana border endi bu liga o'taman men. Mana matnni o'ziga o'taman. Endi men mana shu yerdan list style degan narsa bor. List style mana bu nuqtachalarni dizayn o'zgartiradi. Agar disk qiladigan bo'lsam, menga mana bunaqa qilib berish mumkin, oddiy. List style. Disk emas, masalan, men Armeniyanni bosib qo'ysam, u menga mana bunaqa qilib berish mumkin. Armeniyan degan znaklarni o'zgartirish degan. Xolos, mana bu znaklarni o'zgartirish bu list style qilib berar ekanda bizga. Agar men list style masalan aytishim mumkin, square qilsam, bizda bunaqa to'rtburchak qilib beradi. Okay? Yaxshi. Square emas, masalan biz aytishimiz mumkin ekan, dajmi hammasini ham bilmayman. Ikkitasini, uchtasini bilaman. Chunki biz yodlamaymiz-da. Siz faqat mana list style nima qilishini bilsangiz, o'z ma'nolarni chiqib kelaveradi. Kodlar mana hammasi yodlash shart emas. Siz mana birinchisini bilib olsangiz bo'ldi. Nima ish qilishini. Masalan, border ramka bo'ldi. Qolgani kelaveradi. Circle Armenian qilsangiz bizda mana bunaqa keling olib tashlaylik. Olib tashla desam nan beraman. Okay? Yaxshi. Endi biz olib tashladik. Endi nima qilishimiz kerak? Mana uni otasini bo'yi, mana buni yashil rangni bo'yi bor-ku, 100 piksel, 300 pikselda shuni 100 piksel qilay. Yetadi. Yana qarang, bu yerda demak, mana bu ichidagi elementlar otasi necha ekan? 100 bu 100% deganida. 100% bo'lgan bilan bolalarni necha foizdan beraman? Masalan, 25 bersam ko'p emasmi? Otasi 100 bo'lib turib, bolasi 25 bo'lsa, ko'zga g'alati ko'rinyapti. Necha bersa bo'ladi? 15 bersa bo'ladi masalan. Mana 15. Endi li elementlariga ichiga aytishim kerak, matnlari markazga joylashsin deyishim uchun men matnni doim markazga joylashtirish, ya'ni wordchasiga tushuntiraman. Mana bu matn bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa bizda aligin items degan narsa bo'ladi. Aligin aytda ona shu. Aligin items qilsak, masalan, aligin itemsga text aligin text aliginda. Text aligin. Center berib borsangiz, bizda mana shu matnlarning ichiga o'ziga nisbatan markazga qilib beradi. Endi men padding beraman.
Padding borderdan ichkariga joy tashlash. Margin borderdan tashqariga joy tashlash. O'zi margin holatida masalan ishlatmaymiz, lekin shundoq ham bir-biridan uzoq turibdi. Padding beramiz, masalan 10 piksel bersam, mana bunday kattalashadi. Mana tepa 10 piksel, mana 10 piksel, mana ozgina 10 piksel bor, kemayda ham ozgina 10 piksel bor. Mana kattasi 10 piksel emas-ku degan xayol bo'lmasin. Prosta to'rtta tarafida 10 bor hozir. Tepasi masalan 15 bo'lsin. Masalan ikkita yonboshi masalan 0 bo'lsin desak, mana bunday qilib beraveradi. Bir xil standart. Endi border radius beraman. Border radius nima edi? Burchak. Burchaga masalan 20 piksel bo'lsin deyman. 20 piksellik nimadan qilib beryapti? Yoki bo'lmasam 100% qiladigan bo'lsak, 100% qanday dumaloq. Bunaqa bo'lib qoladi-da. Bizga bunaqasi kerak emas. Agar shu foizni pikselga o'zgartirsangiz, mana bunaqa bo'lib qoladi. Kattaligi. 10 qilaylik, sal ingichkaroq. Endi menga shriftini o'zgartirishim kerak ekan. To'g'rimi? Bu ham siz uchun yangi mavzucha. Shriftlarni qanday qilamiz? Shriftlarni masalan, mana masalan Wordga kiradigan bo'lsak, mana bitta o'zini Google'ni mana shu kompyuterning o'zini standart shriftlari bor-da, masalan Open Sans degani bor, mana shunday olib turib, men Open Sans da masalan ishlatsam bo'ladi, lekin men buni tavsiya qilmayman. Yaxshi varianti qaysi? Yaxshi varianti biz buni Google fontdan, shriftlarni Google fontdan sketchet qilib olasiz. Tushunyapsizmi? Shriftni 0 dan qanday o'rnatish ko'rsatib beraman. Demak, birinchi Google fontga kirasiz. Google font tekin 100% tekin ishlatish. Ichiga kirasiz. Ichiga kirgan paytingizda mana bunaqa shriftlar chiqib keladi. Hammasi mana. Hammasi mana shriftlar. Qaysi dizayn sizga yoqsa, o'sha dizaynni o'zingiz uchun olasiz. Masalan. Kompyuterda yo'q shriftlarni ham beradi. Masalan, mana biznikini qarang. Ahvoli bunda boshqacha. Red hat. Qizil shapkacha. Mana bosdim. Ichiga kirdi. Mana red hat ichiga kiryapti. Olish degan tugmani bosaman. Yaxshi. Maytdan mana red hatni mana sketchet qilish degan tugmasi turibdi. Maytdan o'zi mana turibdi mana. Mana tugmani bir marta bossangiz, nima qilaveradi? Sketchet qilib berar ekan. Okey, endi nima qilamiz? Sketchet qilgandan keyin mana рабочий stolga o'tib olaman. Mana qarang. Mana meni proyektim. Demak, proyektimni ochib olaman. Mana to'g'rimi? Index CSS HTML turibdi mana. Keyin mo'y kompyuter ochib olasizda, mo'y kompyuter ochib olganingizdan keyin buni mana bu joyda загрузка degan joyga sizni sketchet qilganlaringiz tushadi. Okey? Yaxshi. Bu videolar kerak emas. Endi mana red hat turibdi. Ichiga kiraman, mana static turibdi mana. Static turibdi mana bir dunyolari bor. Ya'ni bu qaysi kerak edi? Mana oddiysi kerak mana. Tushundingmi? Mana bu yerda mana proyektim ichidan bitta papka ochib olaman. Xohlasangiz mana bu yerdan ham ochib olsangiz bo'ladi o'zingizda. Nimangizda mana papka ochish mana bu yerdan bu fayl ochish. Papka yaratib olsangiz ham bo'ladi. Masalan, fonts degan papkani yaratsangiz ham bo'ladi. Mana o'zi yaratildi hozir papkaning ichida. Endi mana shu fonts degan papkaning ichiga tashab qo'yaman mana shuni. Shunda olib turib, shuni tashab qo'yasiz bo'ldi. Qiyin emas. Qiyin emas. Endi nima qilamiz? Qarang. Mana bu meni proyektim. Endi mana font turibdi-ku, Red Hat. Men shuni CSS da mana bodydan keyin mana pastda men birinchi chaqirib olaman. Chaqirib olaman fontni. Boyagi papkadagi fonts papkadagi shriftni chaqirib olaman. Shriftni masalan chaqirib ishlatish qanday? Masalan, kommentga yozib qo'yaman. Ishlatish. Sorry. Demak, sabachka
font face degan metodimiz bor ekan. Font face degan metodimiz bor ekan. Font face ichidan font family ochib qo'yamiz. Mana font family. Mana. Yaxshi. Ikkinchisi source degan narsani chaqiraman. Source mana font face tagidan source ochasizda uningga URL deb yozib qo'yasiz. Ya'ni mana bunga nom berasiz, bunga chaqirasiz. Qayerda turibdi mana? URL ichiga yozamiz. / mana fonts papka. Agar topilmasa 2 / qilasiz. Tushundingizmi? Agar jat chiqmasa, yana / qilib papka chiqib olsangiz bo'ladi. Hozir masalan men / qilyapman, mana o'zi chiqib kelyapti. Fonts ustiga bosaman, mana turibdi, qizil shapkacha. Okay? Ya'ni maytga men yozib qo'yaman, masalan, bu yerga nom yozish ixtiyoriy. Xohlasangiz o'zini nomini, mana original nomini shunday yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz qizil shapka deb o'zingiz ham yozib qo'ysangiz bo'laveradi. Tushunib oldingizmi? Yaxshi. Endi mana bu fontni shunday olasizda, shunday copy qilasiz. Ctrl C ni bosasizda, limi bizda mana matnmi? Shuni matnni tagiga tashlab qo'yasiz. Buni vazifasi nima deydigan bo'lsak, papkadagi shriftni proyektga ulab beradi bizda. Shuning uchun kerak. Tushdimi? Okay, yaxshi. Endi men masalan mana bu boshqacharoq rang beraman, masalan. Bunday rang beramiz. Qora bo'lib qoldi. Ichidagi lilarni, matnni rangini orange qilaman masalan. Orange qanaqa? Oranjiy. Sizga ranglar galereyasi kerak bo'lsa, agar ranglar sizga zo'r ranglar menga kerak, qayerdan olsam bo'ladi degan nimalar bo'lsa, color yozasiz mana. Qarang, K O L 2 O keyin R ni yozasiz. Enter bilan qidirsangiz mana ikkita sayt zo'r sayt hisoblanadi. Mana Color Hunt bor va Colors. Ikkalasi ham zo'r sayt. Men ko'proq mana undan ishlataman. Xil ranglar bor bu yerda. Xohlaganingizni olib 10 milliondan oshiq mana. Tushundingizmi? Qaysi yoqsa, shuni ustiga kopiya qilasiz, bo'ldi mana. Mana bu yerga Ctrl V. Oldiga panjara qo'yib qo'yasiz faqat. Bo'ldi. Qaysi rang kerak? Mana rang yoqdimi? Shuni ustiga bosasizda, shuni oldiga panjarani qo'yib turib, mana Ctrl V mana. Qo'yib ketaverasiz. Yaxshi-da. Proyektga kirsak, mana bizga oranjiy kerak. Oranjiy rang masalan mana bizda mana F3B. Buni men yodlashim shart emas. Siz ham yodlashingiz shart emas. Rangni bilib oldik mana. Oranjiy qilib beryapti. Borderda mana borderda rangini ham qora qilmayman-da, oranjiy qilsam mana borderlar bilan tushadi. To'g'rimi? Border demaydi, ramka edi bizda. 2 piksel qilamiz, sal qalinroq bo'ladi mana. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Li elementlarni ustiga sichqoncha borsa, nuqta hover. Hover degani bu sichqoncha o'sha har bir element ustiga borganda degani. Demak, bizda nima bo'lish kerak? Ichidagi rangi bilan background qismidagi background colorni rangi o'zgarishi kerak. Background color'dagi sariq bo'lish kerak edi, mana uni ichidagi rangimiz oqarish kerak. Endi qarang nima bo'ladi. Qarang, mana shu turgan holati, mana shu turgan holati. Mana bunida. Shu turishi hozir hammasini turishi mana shu holat. Sichqoncha borganda deyapti, mana bu bo'lyapti. Mana. Shu masalan masharaga qanday saqlanib qo'ysa bo'ladi shu holatni? Qaysi ma'noda? Qanday saqlanib qo'ysa bo'ladi? Ha, shu holatda. Mana yozilgani o'zi saqlanib bo'ladi. Mana автосейвni yoqib qo'yasiz dedim-ku men. Автосейв yonib tursin dedim-ku, mana bu yerda o'tgan safar nimada ham tushuntirdim. Fayl degan joyga автосейв yoniq qilib qo'ysa, saqlanib qilib ketaveradi. Bu narsani. Tushunarli bo'ldimi? Mana.
Endi masalan men yana ham qiziqarliroq qilishim mumkin. Masalan, buni hozir UL, ya'ni otasining bo'yi 100 piksel, mana ko'kni bo'yi 100 piksel deyapti-da. Shunday emas, 200 qilaylik. Mana kattaroq bo'ladi. Endi qarang, yana qo'shimcha narsalarni ham tushuntirib ketaveraman, birato'la bir vaqtda. Endi qayta mavzu qilib o'tirmaymiz. Bodining ichiga yozilgan, mana bilib oling shuni faqat. Bodining ichiga yozilyapti. Okey. Endi qarang. Bizda mana shu rangimizga biz transition beramiz. Transition degani bu o'zgarish degani. Mana hozir mana bu holatdan bu holat o'zgaryapti-ku, to'g'rimi? O'shani vaqtini berishimiz kerak. Hozir juda tez biz uni normada standart qilib olishimiz kerak o'zimiz xohlagancha. Demak, sichqoncha ustiga borganda degani bor va sichqoncha ustiga bormaganda degani bor mana hozir. Ma'nosi shunaqada. Demak, sichqoncha o'sha elementni hover degani sichqoncha ustiga borsa degani. Demak, biz aytishimiz kerak, masalan, transition duration deyilyapti. Transition ya'ni o'zgarishni vaqti ingliz tilida tarjima qilganda qancha vaqt bo'lsin desak, sekundda beramiz. 0.5 sekund vaqt olsin. Ya'ni mana buni ustiga olib borsam sekinlashadi. Qaytishi juda tez. Masalan, men 1 sekund qilib qo'ysam, qarang. Borganda 1 sekundda sariq bo'ladi, qaytayotganda tez olib qo'ysin. Ab qarang, mana bu hover qilganda bu boryapti, ya'ni mana shu elementga nisbatan. To'g'rimi? Qaytishini qanday qilamiz desak, mana buni olib turib, mana shuni olib turib o'sha elementni o'ziga berib qo'ysangiz, o'sha elementni qaytishiga nisbatan degan ma'noni beradi shunda. Ya'ni borganda 1 sekund, qaytayotganda ham 1 sekund bo'ladi. Qaytishi 1 sekund degani mana bu bo'lyapti. Borishi degani mana bu bo'lyapti. 1 sekund juda tez. Shuning uchun biz uni masalan 0.3 soniya qilib qo'yamiz. Juda anavi nima deydi? Sekinda. Asabingizga ham sog'liqmi bu yoqda? Qarang, kursorga qarayapsizmi? Kursorning o'zgarishiga chiziqcha bo'lib qoldi, to'g'rimi? Keyin bunaqa bo'lib qoldi. Endi men aytishim kerak. Kursor ustuna sichqonchani ustiga olib borgan paytingda kursorda ham dizayni o'zgarishi kerak deydigan bo'lsak, kursor pointer deb berib qo'yaman. Pointer degani mana bunaqa qo'lni nimasi chiqib qoladi. Ko'rasizmi qo'lni? Agar pointerda men masalan men aytaylik sell qiladigan bo'lsam, bu mana bunaqaga o'zgarib qoladi, plusga. Okay? Demak, kursor nima ekan? O'sha dizaynni, sichqonchaning dizaynini o'zgartirishga yordam berar ekan demak. Masalan, biza grab qiladigan bo'lsangiz, grab mana bunaqa. Bunday ushlaydi. Bosganda. Okay? Demak, tushunib oldik. Mana. Endi yana bitta narsani tushuntirib ketaman. Transform degan tushuncha bor. Transform. Bu ham bir yangi mavzu siz uchun. Transform nima ish qiladi? Transform ham bu elementlarni o'zgartirishga yordam beradi. Demak, bir boshdan ko'rib ketamiz. Demak, sichqoncha formasini? Yo'q, ko'rinishini o'zgartiradi, harakatlantiradi. Mana hozir nimaligini bilib olasiz. Qarang, sichqoncha ustiga borganda deyapti, to'g'rimi? Demak, elementga sichqoncha ustiga borganda. G'alati eshitilib qoldi. Element ustiga sichqoncha borganda. Gapni ham boplaymiz. Xo'p. Endi qarang. Transform shkala degan metodi bor, transform. Transform shkala nima ish qiladi? Transform shkala nechidir barobar katta qiladi, nechidir barobar kichik qiladi. Tushundingizmi? Hozir transform shkalaga agar men 1 yozsam, bu o'zi mana shu o'zini turishi 1 deganida. Lekin men mana shuni 2 qiladigan bo'lsam, 2 barobar o'zini holatidan 2 barobar katta bo'ladi degan. Mana qarang. Tushunib oldingizmi? Ya'ni juda ham katta, shuning uchun 1 u 2 barobar desam, mana bunday bo'ladi. Shkalani o'zi 4 ta tarafga nisbatan kattalashtiradi. Xuddi marjinga 4 ta qiymat ishlatdik o'tgan safar, to'g'rimi? Bunga ham xuddi shunday. Shkalani o'zi 4 ta tarafga, mana shuni o'zi 4 ta tarafga 1-2 barobardan kattalashtiradi. Endi shkala x bor. Keling, 1,5 barobar qilamiz. Shkala x degani cho'zarkan. Y bo'lsa qanday bo'ladi?
Ha, yashang. Tushunoldik-a? Shkalani o'zi bo'lsa, butun hajmiga mana. Mana bunaqa dizayn chiqib keladi-da. Ko'rinishi. Shkalani bilib oldik. Shkala nima ekan? Nechadir barobar kattalashtirish ekan. Yaxshi. Endi transformni boshqa metodi ham bor ekan. Bu translate. Bu tarjima qilish degani emas. Translate degani o'ngga, chapga harakatlantirish yoki tepaga, pastga harakatlantirish degani. Demak, qanday ishlatamiz? Translate ga masalan men masalan translate x ga x dan boshlaylik. Translate x ga men masalan 10 yozib qo'ysam, ya'ni uni ichiga piksel yoziladi. Shuni bilib oling. Asosan. Bunga raqam yozdik-ku, to'g'rimi? Bunga nima yozdik? Piksel yozdik. Ya'ni 10 piksel harakatlantir. Qanday? Nima sezdingiz hozir? Ha, yashang. 20 qilsam translate x o'ngdan chapga nisbatan o'ngga harakatlantiryapti. Orqaga harakatlantirsam qanday? Chapga? Yo'q. X da. Hozir qani x da 20 yozsam o'ng tarafga qilyapti. Chap tarafga bo'lish kerak shu. Minus qo'yasiz oldidan. Qiyin emas. Mana. Okay? Yaxshi. Y bo'lsa, ha, tepadan pastga degan. Y bo'lsa, u tepaga chiqib qoladi. Mana. Bunaqa dizayn bo'ladi-da. Masalan, ko'p saytlarda ham ko'rgan bo'lsangiz, mana shunaqa holatda tepaga chiqib qolyaptimi, demak, ha, demak transform bor ekan deb o'ylash kerak shu yerda. Endi bu yerda yana nima bor? Biz masalan minusini olib tashlasam, bu pastga o'tib qoladi. Mana. Shunaqa tushuncha bo'lyapti. Yaxshi. Endi buni tushunib oldik. Translate dan keyin bizda transformning yana bitta metodi bor. Bu bizda rotate degani bor ekan. Rotate bu qisqa qilib aytganda rotatsiya. Rotatsiyani eshitganmiz? O'yin o'ynab turasizmi? Nima o'ynaysiz? Turnir o'ynaganmiz? PUBG. Turnirlar o'ynamagansiz. Turnirlarda rotatsiya degan so'z ko'p ishlatishadi. PUBG o'ynagansiz-ku? Zona yopiladi-ku. Zonani yonidan aylanib keladi. U rotatsiya degani o'zi aylanish degani. Rotatsiya qilish degani aylanib o'tish degani. Bu yerda hozir rotatsiya degani aylanish degan ma'noni anglatadi. Bu degani chirpirak qilish. Qanaqasiga aylantirish bilmayman. Bunda ichiga nima yoziladi desak, daraja yoziladi. Piksel yozilmaydi, shunchaki raqam yozilmaydi ekan. Unga faqat nima yozilar ekan? Daraja yozilar ekan. Masalan, gradusda, gradus deyapman, daraja. Masalan, 45 daraja desam, deg deb yozib qo'yaman. Ingliz tilida degree degan so'zdan kelib chiqqanda o'zi bu. Shuning uchun deg deb o'zini yozsangiz tushunib oladi. Mana 45 darajaga qiyshak. Mana bunday bo'lyapti. Qarang. Telefonni tushuntiraman. Aytda tushuntirib olay. Qarang. Rotatsiya degani mana hozir men rotatsiya 45 daraja yozdim-ku. Masalan, mana element bo'ladigan bo'lsa, rotate-ni o'zi elementni mana bunaqasiga harakatlantiradi. Tushundingmi? Minus qilsangiz teskarisiga aylanadi. Bu rotate-ni o'zi. Tushundingizmi? Yaxshi. Ya'ni mana bu element masalan bunday bo'lib qolishi kerak-da, masalan. Aylangan payt. Bunday aylangan payt bunday bo'lib qoladi degan. Bu rotate-ni o'zi. Agar rotate x da ishlatadigan bo'lsangiz, x qaysi tarafga edi? O'ngdan chapga, to'g'rimi? Mana bu element bor-ku, mana bu element. Mana bunaqasiga aylanadi. Okay? Ha. Y bo'lsa qanday? Mana bunaqasiga aylanadi. Ko'rsangiz tushunasiz shuni. Uchalasi farqi boshqacha-da. Shuning uchun rotate-ni o'zi mana bunday qilib beryapti. Masalan, 90 daraja deydigan bo'lsam, demak bizda bunaqa bo'lib qolar ekan. Agar 7200 daraja bo'lsa, chirillaydi. 0.3 sekundda shunaqa 7200 darajagacha aylanadi. Tasavvur qilavering-da, 0 dan 7200 darajagacha 0.3 sekund aylanyapti. Dahshat. Xullas, darajani bildingiz. Endi x qiladigan bo'lsa, boshqacha bo'ladi. Mana bunday bo'ladi.
90 emas. Mana telefonim bunday turibdi-yu. Bunday bo'lib qoldi-da. Shuning uchun ko'rinmayapti sizga. Agar 45 qilsam bunday bo'ladi mana. Bunda qiyshayapti. 45 qilsam sal qiyshayapti. Bu hozir about bunaqa bukchayib qoldi bo'lmayapti, bunday bo'lyapti. Bunda turgan holatda bunday bo'lyapti deganida. Tak. Endi masalan y qilsak bunday bo'ladi. Xuddi mana bu narsa bunday bo'lib qolgandek gapda, ko'zingizga shunday ko'rinadi. O'zi bunday turgan bo'lsa bunday ko'rinyapti ko'zingizga. Ko'ringanda shunday. To'liq bo'lsa bunday bo'lib qoladi. Hozir 90 daraja qilsam tekis bo'ladi, ko'rinmay qoladi sizga. O'ngdan chapga nisbatan. 90 qilsam вообще ko'rinmay qoladi mana. Ko'rdingizmi? Orqasidan o'gir desam 180 desam, orqasi shunday. Bunday bo'lib qoladi. Bitta element esa turib, oldi orqasiga ikki xil rasm qo'ysangiz bo'ladi. Shunga o'xshagan saytlarda bo'lgan. Ko'ryapsiz? Ana to'rtburchak rasm bo'ladi. Shuni ustiga sichqoncha olib borsangiz, hover bo'ladi-da. Rasm shunday orqaga aylanganda boshqa rasm paydo bo'lib qoladi-da. Chon rasm degan. Bilib oldik-a? Yaxshi, rotate demak aylantirish ekan. Mana bu bo'ldi. Endi skew degani bor ekan bizda. Skew degani u boshqacha. Translate transform skew degan narsa bor. Bu adashmasam pikselda berilardi. Masalan 10 piksel bersak pikselmidi, darajamidi shu skewda ko'p adashamanda. Ha, daraja mana qiyshaytirish. 45. Mana bu border radiusni mana shuni 10 piksel qilib turay, maylimi? Keyin 100 qilib qo'yaveramiz. Bunday bo'lib tursa mana skew mana unaqa bo'ladi. Tushundingizmi? Skew x bo'lsa, qarang. Bunday. Y bo'lsa mana bunday. Endi ikkalasini birlashtirsangiz qanday tushundingiz shuni? Bilmadim, kim qanaqa tushunadi. Xullas, bunaqa narsada bu yoqda ham qiyshayapti-da, bunaqasi ham qiyshayapti. Xullas, bunday bo'lib ketadi-da, bilmayman. Qanday shunga uchun o'zim ham sal tushunmayman. Lekin ishlatilishi juda ham kam. Mana ja professional animatsiya qismlari bo'lsa ishlatsangiz bo'ladi. Skew u qiyshaytirish. Minusga bersangiz, naborot qiyshaytiradi. Mana shu. Savollar yo'qmi? Demak, transformni alohida qilib ishlatib bo'lmas ekan, xuddi borderga o'xshatib turib, borderlar o'zi bitta oilada bu. Border oilasi bor-da. Mana. Qani border? 3 xil qiymat qilib yozib ketsa bo'ladi-da birdaniga. 3 ta. Transformni bunday qilib alohida yozib bo'lmaydi. Ya'ni bunday qilib yozishingiz kerak. Misol transform shkala deymizda 1-2 barobar kattalashsin, keyin qanday yonidan mana bunday qilib ishlatib ketishimiz kerak-da. Shunda mana bunaqa narsa bo'ladi. Ham katta bo'lyapti, ham pastga tushyapti. Tushundingizmi? Minus 10 daraja. Mana. Mana shunaqa narsa qilsa bo'ladi. Juda. Yaxshi. Savollar yo'q-a bu bo'yicha. Yaxshi. Endi image'lar oilasini tushuntirib ketaman. Image'larni keling, mana shuni tagidan biz bitta div ochamiz. Div ochamiz. Bunga class beramiz. Class beramizda bunga masalan image 1 qo'yaman. Xuddi mana shunaqa divdan pastdan yana bitta ochaman, yana bitta ochaman. Div 2 ochaman. Div mana 3 ochaman. Endi qarang, mana shu joyda 3 ta image'imizga biz ana berishimiz kerak. Endi davomida yozib ketaman-da. Bu yerda masalan image 1 bor. Image 1 bor. Nuqta image 1. Chunki class bo'lgani uchun nuqta chaqiryapman. Masalan width qismi 100% bo'lsin. Okay. Bo'yi
Masalan, masalan 50 VH bo'lsin deymizda. Background berib qo'yamiz. Backgroundda shunda bilib olsangiz bo'ladi. Background colorda masalan aqua. Mana hozir bizdagi image 1. Tushundiga? Okay, endi 2 qilamiz. 3 ham bor mana. 2 mana 3. Buni rangi faqat sariqroq bo'ladi. Mana 3-sining rangi masalan ko'kroq beramiz masalan. 3 xil image'imiz bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Bunga 3 xil image'ga biz rang bermaymiz. Biz rasm beramiz. Rasm beramiz. Endi qarang, mana bu yerdan birinchi papka ochib olaylik o'zimizga. Mana bu fayl emas bu, papka mana bu. Folderdan deb yozib qo'yibdi mana. Papka ochasiz. Xo'p, image degan papka mana ochib oldik. Image degan papka ochib oldik. 3 ta rasmimizni mana shuni o'ziga demak yuklab olamiz. Masalan, biz yozishimiz mumkin car image, masalan Ferrari image. Yandexdan yaxshi tarafi, maytdan kartinka bo'limiga o'tib olib, maytdan razmerda masalan qo'ysangiz bo'ladi. 1920 ga 1080 da standart olib ber hammasini desa, mana bizda Lambo bor. Mana rasm ustiga bosaman, сохранить как, qayerga? Mana proyektim ichiga. Ya'ni proyektim menda рабочий stolda ikkinchi dars, to'g'rimi? Image degan papka, ya'ni mana uni ichiga demoqchi. Mana shu yerdan Lambo Lamborghini yozib qo'ying, mana bo'ldi. Lamborghini tushdi. Endi masalan bizga masalan Bugatti rasm kerak. 1920 ga 1080. Mana shunaqa razmerda oling, iloji bo'lsa. Masalan bizga mana bu bo'lsa mana olamiz mana. Okay, hozir demak sahnaning как sochon Bugatti. Papkani mana turibdi. Ikkinchi dars papkancha turibman. Okay, mana tushdi. Keyingisi masalan qaysi rasm? Masalan Rimac Nevera. Nomer adashim bu. Buni yo'l. Eng tezi rekordlarni buzgani ham shu mashina bo'ladi. Rimac. Okay. 4 xil rasm mana tushdi ekan biz proyektimni ochib olaman. Shu 4 ta rasmni demak nima qilib olaman? Ishlatishim kerak ekan. To'g'rimi? Demak, mana buni ko'kni, moviyni ichiga men background color berganman-ku. Shuni men aytaman, background image ishlatishim kerak deyman. Rasm qo'y. Qanday? Rasm deymiz, URL deymiz. URL deganda biz o'sha chaqiradigan rasmimiz qaysi? Masalan, birinchisini biz Ferrari desak, mana nuqta slash, agar topa olmasangiz nuqta slash qilasiz dedim. Tushundingizmi? Nuqta slash image degan papkaga kirasiz. Mana yerda bizda Lambo turibdi mana. Okay. Lamborghini mana tushdi. Bunda uzoqlashtirib yaqinlashtirsa nima bo'lyapti? Ko'payib ketyapti rasm. Mana shu ko'payib ketmasligi uchun shuni pastki qismidan background repeat degan so'zda bor. Repeat degani bu takrorlanib ketishini nazarda tutyapti-da hozir. Shuni to'xtatib qo'yishimiz kerak. Shuni o'zi turgani o'zi repeat holati turibdi. O'zi mana shu turgani o'zi repeat holati. Shuni oldigan biz aytamiz no repeat qilib qo'y deymiz. Mana unaqa bo'lib qoladi. Endi biz qaraydigan bo'lsak, rasm to'liq dizayni tushmayapti. To'g'rimi? Ekranni katta kichik qilganimda ham nima bo'lish kerak? To'liq egallab turish kerak saytni. Okay? O'sha to'liq egallab turishi degani saytda background size degan qismi bor. O'sha narsaga cover deb qo'yasiz. Cover qilsangiz mana bunday holatga mana yaqin uzoq qilsam ham endi nima bo'lyapti? Buzilmayapti. Yaxshi. Endi xuddi mana shuni birga bir olasiz, ikkinchisiga berasiz. Mana. Colorni olib tashlaysiz, chunki rang kerak emas. Sariqni o'rniga biz boshqa narsa qo'yamiz. Lamboni qo'ymaymiz-da, nima qo'yamiz?
Bugatti'ni rasmini qo'yib qo'yamiz. Pastda mana Bugatti bo'ldi. Okay? Yaxshi. Xuddi mana shunday olasizda, mana bu o'chirib buni o'rniga qo'yib qo'yasiz. Xolos pauza qilib yozsangiz ham bo'ladi buni. Videoni ko'rayotganlar bo'lsa, mana bu joyga masalan bundoq qilib remark qo'yib yuborsak, bir xil mana tushadi. Chunki savollar bormi? Rasm qo'yib oldik. Endi backgroundda bitta narsamiz bor ekanki, background attachment degan narsamiz bor. Attachment degani scroll degan narsa tushuncha borda. Biz scroll degani mana uni tepadan pastga qilish scroll deyiladi. Scroll qilayotgan paytda mana bu rasm qotib qolishini nazarda tutadi attachment. Attachmentda fixed beradigan bo'lsak, qaysidir elementga fixed beradigan bo'lsak, mana bunaqa holat bo'ladi. Qarang. Tushundingizmi? Mana. 50 dan qilmaylik-da shuni. 80 dan qilaylik. Okay? Endi qarangda mana bu rasmlar markazga tushmayapti-da, saytning markazida emas-da. Markazda bo'lish uchun hamma qismiga mana shu yerdan fixed tagidan cover biz aytishimiz kerak. Background position qayerda desam center deymiz. Position olasizda centerga mana unga berib qo'yaverasiz bunga. Demak, attachment nima qiladi desak, fixed, attachment fixed shuni qotirib qo'yar ekan. Shuniga sal qandaydir bir yaxshiroq dizayn chiqadi-da. Fixed agar men, chiroyli bo'ladi. Ikkinchisiga bersangiz, ikkinchisini qotirib qo'yadi. Mana bir Bugatti qotadi-da mana. Qarang. Ko'rdingizmi? Bugatti pastdan chiqib keladi-da. Bundoq tushadi. Okay? Savol bormi shu yerda? Bilib oldingiz nimaligini? Bundan tashqari bizda masalan men background 1 ga beraman. Background filter bir background filter, backdrop. Hammasini ham har doim ishlatib olmayman, shuning uchun esda qolmaydi. Mana qilish. Backdrop filter. Tushundingizmi nima bo'layotgani? Masalan, mana shuni olsam, beramizda. Emas. To'xtang. Backdrop filterdan brightness har xillari borda. İşlemayapti. Qanday berishim kerak buni? Backdrop filter. Backdrop filter. Bu kerak emas, bunda bor edi. Kodiga o'taydi. Tushuntirilgan. Xo'p. Orqa oldi fon bo'lish kerak-da uning uchun. Mana imageda oldi qismiga masalan masalan bitta div ochaylik. Div class beraman. Front deb yozib qo'yaman-da. Uchalasiga ham berib qo'yaman masalan. Uchalasiga mana front ochdim mana.
uchta divga mana front ochganmiz. Mana frontni mana bu yerdan dizayndan beramiz. Front 1 mana 1 2 3larni yopib turaman. Mana bu pastidan nuqta front viz masalan 90 emas, masalan 400 piksel, height masalan 300 piksel bersak, hozir bizda mana bu background color masalan mana bu rangni bersam, mana buyoqqa tushib qoladi ustiga. Har birini ustiga. Oranjiy masalan. Masalan mana bu bo'yini 70% qilay. Bunaqa narsa tushib qolyapti hozir hammasini ustiga. Chunki ichiga yozdim-da, shuni ichiga tushyapti. Yana bu yerda hozir aytayaptiki, rang backdrop filtr berasan deyapti. Backdrop filtr oldiga qo'yiladigan nimaga nisbatan aytiladi? Backdrop filtr. Masalan mana uni masalan bundayda hozir padding background color backdrop filtr ni olaylik. Hozir men buni deyarli ishlatmayman o'zi. Esda uncha qolmaydi. To'xtang. Shuni chatdan so'raydi. Qayerda xato bo'ldi? Filtr ishlayapti. Shaffof, ana u iPhone'larda bo'ldi-ku, ko'rdingiz? Shaffof rejim, shunga o'xshagan narsa. Background filtr mana bu bo'lsa, mana bo'yni nima qilganman, rang turibdi. Bu to'liq yopiq rang deyapti. To'g'ri varianti shaffof, mana bunaqa beryapti mana bizga. Mana shuda. Shu nazar tutyapman. Mana rangni masalan tushirsangiz, oq qilib shaffof bo'ladi. Bu mana front bor-ku, mana front. Bu front qismda ichida yozganman. Hammasini ichida masalan front degan narsa bor mana, 4 tasi, uchalasida. Ichida yozib, shuncha ichiga tushyapti-da. Front. Frontga keyin men bo'yini enini berganman mana. Bo'y eni, mana bo'y eni tushgan hammasi, to'g'rimi? Keyin shunga mana rangini men mana bunaqa rang beryapman-da. Meni masalan backdrop filtriga keyin mana olib tashlsam bo'ladi. Backdrop filtriga rang berib turib, oq rang berib turib, keyin ishni shaffoflashtiryapman-da. Shunaqa fon chiqadi. Keyin bizda brightness har xillari bor. Masalan, mana bu rangni masalan mana bunaqa qilsa bo'ladi. Brightness holati. Bitta endi har xillarini turini aytib ketganda, to'g'ri buni ham past hammasini nima qila olmayman. Yodlay olmayman. Shadow, soyalik masalan. Soya qismi bo'ladi. Uncha bilinmaydigan. Yoki bo'lmasam huge rotate varianti bor. Ishlatib ko'rish kerak xolos. Ishlatib ko'rish kerak. SVG filter SVG. To есть mana uni o'chirib qo'yay. Mana bunaqa bo'lib qolyapti. Hue rotate mana bunaqa narsada. Rangni ko'rdingizmi? Plus mana shu masalan turlar ko'pda. Backdrop. Masalan hammasini olaylik. Shu yerdan. Masalan ko'ramiz mana. Backdrop filter mana
bir boshidan filtr, reverse layer mana. Hammasini mana kommentga olib qo'yaman. Hozir hech narsa yo'q. To'g'rimi? Oddiy masalan rang to'rtburchak, masalan Bugatti'da ham xuddi shu narsa turibdi, mana bunda ham xuddi shu narsa. Masalan yashil rang, oranjiviy. Mana katsvan tushiradi. Bilib oling shuni. Tushundingizmi? Katsvan tushiradi. Shunga yaxshilab farqiga borib. Masalan blur. Blur varianti bijir qiladi, shaffof o'sha. Aytganimdek, oq qilsam oq rangni masalan shaffof versiyasi. Brightness sal ranglarni to'qroq qilish kerak masalan. Kontrast. Xudoni montajga o'xshaydi-da, telefonni montaj qilasiz-ku. Shunga o'xshaydi. Drop shadow. Ko'k. Soya. Shuni boshqa rang qilaylik-chi. Qizil. Keyin bu bor, huge rotate. Mana. Farqlari. Ko'rdingizmi? Yoki masalan invert. Invert bunaqa qilib beradi. Opacity bu ko'rinmaslik varianti. Xira, ingichka. Masalan 80% bersangiz bilinmaydi-da mana bu. Nima deydi? Opacity degani ko'rinmas. Ko'rinmas. Assisted qara, kelgan gapni qaradi. Ko'rinmas deydi. Sepia turi bor, oddiy. Keyin mana bunaqa turi bor. Xullas turlari ko'p. Tushuntirdim. Break drop filtr rasmni o'sha abo'y berganingizda mana shunaqa nimaga olib kelib beradi sizga. Xo'p. Endi background clip. Klip bo'lib ketdi bu. Background clip. Shundan so'raylik. Klip. Mana. Qirib olish emas bu, prosta yozuvda unosi ko'rinish. Ko'rganmisiz? So'z turibdi, orqasida rasm turibdi. Ko'rganman. Tushunasiz? Mana qarasaga, bunga mana bu ham zo'r saytda lekin ishlatishga. Sintakslar mana yozib. Ya'ni matnlarni kesib olish, o'zi klip o'zi kesish degan ma'nosi. Kesib olish degan. Masalan, bizda qanaqadir matn yo'qda hozir. Masalan, keling mana H1ni frontning ichiga H1da assalomu alaykum degan so'z yozamizda. Dizayn berib borishimiz kerak. Mana bu yerda front degan klassni ichida, to'g'rimi? H1 turibdi-da. Ichida H1 deymiz. Masalan, font size va text aligan matn o'rtaga joylashsin masalan. Mana hozir center. Masalan, keling mana buni front qismini 100%, buni ham 100% qilib qo'ysak, to'liq bo'ladi. Shunda biz masalan blurni yoqib qo'yaman, maytdan klipni olib tashlayman. Nima deydi? Bijillab turadi-da, bijir. Shaffof rejimga o'tib oladi. Hop, endi
matnni o'rtaga joylashtirishim kerak ekan. Mana bu onamga nisbatan markazda turishi kerak. Qaysini ishlatdim? Bitta mavzu o'tdi-ku. Elementlarni joylashtirish dedik. Tushundingizmi? Mana bu so'z, mana bu so'z o'rtada turish kerak deyapman. Tepadan pastga nisbatan o'rtada, o'ngga chapga nisbatan o'rtada deyapman. Tushundingizmi? Tushundim, faqat uni esga oldim. Hozir o'tdi-ku boshida. Ha, qaysi elementga berardik? Buni otasi qaysi? Flex. Ha, flex to, flex aytamiz. Buni otasi qaysi? Yo'q. Mana uni H1 da otasi qaysi? H1 bola. Otasi qaysi? Ota element. Bu div bo'lyapti. Qaysi div? Birinchi. Klass mana umi yo mana umi? Birinchisi. Bu otasi, buni bolasi mana u bo'ladi. Bu otasi, buni bolasi mana u bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bolasi deyapti. Mana uni joylashtirishim kerak men. Bu bolasi bo'lsa, buni otasi qaysi desa, mana u bo'lyapti. Front. Display flexni frontga berishim kerak. Mana. Shu yerda. Display mana olib tashlash kerak emas bizga. Display masalan flex. Okay. Flexni yo'nalishi qanaqa bo'lishi kerak? O'ngdan chapga. Okay. Keyin markazga. Haligi just for content. Center. Haligi items. Center. Mana. Ko'rdingizmi? So'z o'rtaga tushdi. Endi men aytishim kerak. Mana bu tepada nima yozdik? Qizil shapkachami? Ha, yashang. Qizil shapkachani mana H1 ga beraman mana dizaynga. Dizayn o'zgaradi matnda. Font size beramiz. Font size masalan necha? 45 piksel. 45 ga ekan. 150. Font weight. Font weight degani, bilib oling, bu matnning qalinligi 100 dan 900 gacha bo'ladi. Ingichka, qalin, o'rtacha qilib beradi. Sizga mana bold bersam, 900 bersam, qalin, o'zi qalin variant ekanda. Endi qarang. Shu yerga men anoni qo'yishim kerak. Background nima? Mana yasashim kerak. Okay? Background clip. Ya'ni qaysi elementga beramiz? Bu yerda masalan front qismga blur tagidan masalan clip ishlataman. Okay. Endi rangi yo'qolsin, shadow bo'lsin. Mana. To'xtang, bu frontga o'tib qopti. H1 ga beraychi. Yo'q, H1 ga emas. Ishlari hozir mana matnni qarang. So'zlarni ko'ryapsizmi? Ranglarni tushyapti-da. Color red masalan. Qizil bersam qizil bo'lib qoladi-da. Hozir matn turibdi-da, matnning orqasidagi men ko'rsatishim kerak mana bu holatda. Hozir mana. Ko'rasizmi? Mana matn tushyapti. Sezildimi? Shunday. Mana shunaqa qilib ishlatamiz. Bu bo'yicha qanaqa savollaringiz bor? Chumolza ancha narsadan o'tdik. Eng ko'p foydalan. Mana shuni o'zini bilib turib ham saytni zo'r qilib yozsa bo'ladi. Mana shu uchta ikkita dars o'tgan bo'lsak ham, shu ikkita darsdagi bilgan. Orada bir yana qo'shimcha narsalarimiz ham bor. Ikkita darsda o'zida o'tgan narsa bilan hozir ko'p narsa aylansa bo'lsa bo'ladi. Sayt. Mana shu. Masalan, mana assalomu alaykumni men mana bu yerga ham berishim mumkin. Qolganlarga ham. Qolganlarda ham xuddi shunday bo'ladi.
so'zni orqasida bo'libdi. Shu narsa. Xo'p, YouTube'da videoni ko'rgan paytingizda men mana bu описаниyaning pastki qismiga kodlarni ham tashlab qo'yaman. Maylimi? Videosini kodlarni qayerdan olaman degan savol bo'lmasligi uchun-da men uni Google Drive ga yuklab qo'yaman-da o'zi asli. Google Drive ga yuklab qo'yaman o'zi ko'pincha. Shu yerdan olaverasiz. O'zingizga nima kerak bo'lsa, загрузка fayl. Tak mana kodini yopib qo'yaman. Bizda qayerda edi? Рабочий stolda praktikum 2-dars. Front-end. Hamma darslarni tashlab qo'yaman o'sha yerga. Tak. Aytdan bitta papka ochishim kerak ekanda. Так, создать папка. Так, фронтенд. Мой диск. Создать папку. Aytdan фронтенд. Окей. Создать. Frontend degan nimasi bor, поделиться, kopировать ссылка qilib qo'yaman. Linkni mana bu yerdan olasizlar. Mana. Shuni shundoq tashlasangiz, frontend papkaning ichida darslarni birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars ketaveradi. Ichiga tashlab qo'yaman shuni. Bizani bir onlayn fleshkaga tashlab yuboring, Telegramdan qilib o'tiringiz, YouTube'dan shunday olaverasiz, tayyor. Birinchi dars tashlab qo'yaman. Mana o'tadi. Birinchi darsi davomi va bugun o'tganimiz ikkinchi dars. Mana ikkinchi dars mana. Okey? Shuni ichiga kirib, shuni kodlar turibdi. Skachat qilish qiyin emas. Shuni o'tasiz, maytdan skachat qilib olsangiz, papkasi bilan kodlar bilan shunday rasmlar bilan olib beradi. Shuni VS Code'ga tashlasangiz, hozirgi o'tgan narsa shunday ochiladi. Ya'ni skachat qilasiz-ku, skachat qilganingizdan keyin bunaqa papka bo'lib tushadi. Shunday papkani o'zingizga tashlab qo'ysangiz, kodlar ochiladi. Savol yo'qmi? Kodlarni ko'pchilik topa olmaydi, ya'ni osonroq